Deydilar dunyoda asli kim aziz? Aytdilar ustozdir, ustoz begumon. Yana aytdilarki, aziz shubhasiz, ustozlar qadriga yetolgan inson. Assalomu alaykum mehri daryo azizlarim. Sog'omonmisiz? Ushbu go'zal kunda siz azizlar bilan yana qayta diydorlashish baxtiga muyassar etgan Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Azizlarim, bizda yana qalbdan qalblarga yetib borguvchi go'zal tabriklar o'z egalari tomon yetkazilmoqda. Loyihamizning navbatdagi aziz mehmoni Jizzax viloyati Jizzax shahri pulmonologiya DOTS laboratoriya mudiri O'rolov Akmaljon Temirovichni 47 yoshga to'lishi munosabati bilan Jizzax viloyati Forish tumani TTB DOTS laboranti hamkasblari Sa'dullayeva Munavvarxon nomlaridan xursand qilamiz. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Bizga O'rolov Akmaljon Temirovich kerak edilar. Xuddi men o'zimda bo'lamiz. Sizni ayni daqiqalarda O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahridan tabriklaymiz, qutlaymiz loyihasidan bezovta qilmoqdamiz. Kamina boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'laman. Mumkin bo'lsa qimmatli vaqtingizni olsak maylimi? Xo'p bo'ladi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Avvalambor sizni ushbu go'zal kunda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan go'zal shukrona kuningiz bilan butun loyihamiz ijodkorlari nomidan samimiy muborakbod etamiz. Sizga Allohimning go'zal kunlarini, fayzli onlarini tilab qolamiz. Ilohim Alloh sizni ikki dunyo saodatiga musharraf etsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Bizning loyihamizga erta tongda murojaat qilib, siz haqingizda faqatgina yaxshi fikrlar bildirib, sizni tabriklab berishimizni so'rab, bir yaqin insonlaringiz bizga qo'ng'iroq qilishdi. Qani bir taxmin qilib ko'ring-chi, sizni ayni bugun Shukrona kuningizda kimlar tabriklashi mumkin? Avvalambor birinchi o'rinda qarindosh urug'larimiz, ikkinchi o'rinda sog'liq saqlashda mehnat qilayotganim uchun o'zimda tuman laborantlarim bor, hamkasblarim, ya'ni men ularga ustozlik qilib, ular men shogirdlarimdan biri bo'lsa kerak. Rahmat, salomat bo'ling. Aynan kim deb o'ylaysiz? Endi aynan taxmin bilmadim-ku, lekin o'sha men aytgan nimadan chekiga chiqmasa kerak. Keling, unda o'zim aytib o'taman. Sizni ayni bugun tavallud ayyom kuningizda juda ham xursand ko'rishni istagan eng yaqinlaringiz, sizni hurmat qilgan aziz insonlar, Jizzax viloyati Forish tumani TTB DOTS laboranti hamkasbingiz ham shogirdingiz Sa'dullayeva Munavvarxon tabriklamoqdalar. Voy, aytdim-ku, men taxmin qildim, o'zimda tuman laborantlarimdan, shogirdlarimdan degan inson kelib chiqdi, baribir ham chekkadan chiqmadim. Avvalambor e'tibor uchun rahmat. Sizlarga uzoq umr tilayman. Qolaversa, sizni loyihangizda ham bu kelajakda yaxshi niyatlar bilan, yaxshi maqsadlar bilan iliqlik olib kelayotgani uchun avvalambor sizlarga ham katta rahmat. Xursand bo'ldingizmi? Albatta, ko'nglim ko'tarildi. Bugun ishonsangiz, ikkinchi loyiha bo'ldi. Yo'lda kelyapman, ishga shoshilib, ular xuddi shu tumandan qilishyapti. Men taxmin qildim, lekin baribir o'sha aytilgan karyeramning ichidan chiqdi. Kutganmidingiz? Albatta. Bu yil endi super bo'ldi, bu yil bomba bo'ldi. Tug'ilgan kuningizga qanday sovg'a olishni xohlagan bo'lardingiz? Eng nimasi, menga mana shu narsa ham katta baxt-da, to'g'risi gapni ochig'i, shogirdlaringiz mehnat qilib natijasini ko'rish bu ustoz uchun yaxshi narsa. O'shani o'zi menga katta narsa, sovg'a o'sha. Sog' bo'ling, ilohim aytganingiz kelsin. Unda keling, ushbu go'zal tabrikni aynan siz uchun sovg'a tariqasida o'qib eshittiraman, maylimi? Rahmat, mayli, xo'p. Marhamat, diqqat bilan tinglang. Shirin so'zdan, nurli yuzdan yorug' yo'llar, chin mehrdan, muruvvatdan obod cho'llar, shu zotlarni shogirdlari ko'kka yo'llar, loyiq ular qancha hurmat e'zozlarga, boshlar egib ta'zim aylang ustozlarga. Assalomu alaykum qadrli qadrdonimiz, hurmatga sazovor aziz ustozimiz. Sizni bugungi go'zal ayyom, shukrona kuningiz bilan samimiy muborakbod etamiz. Sizdagi shijoat, sizdagi matonat barchamizga oldinga intilishimizda kuch-qudrat beradi. Hayotingiz eng yorqin his-tuyg'ularga, qiziqarli rejalarga, baxtli lahzalarga to'lsin. Sizning barcha ezgu orzu istaklaringiz ro'yobga chiqsin.
Sizga har qanday hayot so'qmoqlarida adashmasdan izchillik bilan bosib o'tishingizda va bu yo'l bilan ezgu maqsad sari olg'a intilishingizda tilakdoshmiz. O'zingiz erishgan yutuqlaringiz bardavom bo'lib, bundan-da ko'proq g'alabalarga erishib, hayotning baxtli lahzalarini his qiling. Kelajakda doimo qo'rqmas, haqiqatparvar insonlar davrasida bo'ling. Hayotingizda g'am, g'ussa va xafagarchilikka o'rin bo'lmasin. Barcha yaqin insonlaringiz siz bilan faxrlanish tuyg'usini his qilsinlar va sizga sodiq va mehribon bo'lsinlar. Qalbingizda ko'tarinki kayfiyat doimo hukmron bo'lsin. Oilangizning baxtlarini baxtlilar qatorida ko'rib yuring. Farzandlaringiz rohatini rohatlarda ko'rish nasib etsin. Qadrdon ustozimiz, sizda tavallud ayyomingiz bilan barcha do'stlarimiz, hamkasblarimiz nomlaridan qalb qo'ri bilan ishlov berilgan tilaklarimiz orqali muborakbod etaman. Hayotingizdagi har qanday yaxshi niyat maqsadlaringiz bor bo'lsa, barchasi ijobat bo'lsin. Chehrangizda kulgu abadiy mehmon bo'lib qolsin. Shirin hayotingiz ma'noga to'lsin. Istagan niyatingiz ijobat bo'lsin. Chehrangiz so'nmasin, hamisha kulsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deya hamkasbingiz hamda shogirdlaringizdan Munavvarxon o'z tabriklarini yakunladilar. Muloqotimiz jonli tarzda yozib olinmoqda. Ularga va barcha yaqinlaringizga aytar so'zlaringiz bormi? Xo'p, avvalambor katta rahmat. Mana shu e'tibor uchun birinchi o'rinda sog'liqni saqlash sohasida xizmat qilyapmiz. Hammasini oilasi tinch bo'lsin, yurtimiz omon bo'lsin. Qolaversa, loyiha ijodkorlariga ham kelajakda omad, ishlariga rivojini tilab qolaman. E'tibor uchun avvalambor katta rahmat. Rahmat, salomat bo'ling, ilohim aytganingiz kelsin. Avvalambor sizlarni bog'lab turgan mana shu go'zal rishta, mehr oqibat va hurmat hech qachon sizlarni tark etmasin. Sizni yana bir bora shukrona kuningiz bilan tabriklaymiz. Katta rahmat hammalaringizga. Rahmat, salomat bo'ling, sharafli kasbingizda ulkan yutuqlar tilaymiz. Barcha shogirdlaringiz kundan kunga ko'payaversin va omad sizni hech qachon tark etmasin. Allohim sizni umringizni uzoq, tani joningizni sog'-omon saqlasin. 100 yoshga kirganingizda ham barcha yaqin mehribonlaringiz yoningizda bo'lsin. Tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazing. Rahmat, katta ko'p. Salomat bo'ling. Azizlarim, bizdan yiroqlashmang. Biz baxt va shodlik ulashda davom etamiz. Dunyoning qaysi chetida bo'lmang, biz o'z tabriklarimiz ila xonadoningizga kirib boramiz. Sizlar bilan boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'ldi. Instagram, Telegram, YouTube kanallarimizda barcha tabriknomalarimizni kuzatib boring. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.